Xizmat itlari ishtirokidagi mashg'ulotlarni kuzatar ekansiz, bu sohaga o'zini bag'ishlagan mutaxassislarni hayot tartibi qanchalik qiziqarli va mas'uliyatli o'tishini guvohiga aylanasiz. Chunki ular to'rt oyoqli do'stlari bilan har kuni mashg'ulotlar o'tkazishar va turli musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishadi. Muhimi, itlar egasiga haqiqatdan ham vafodor va mehribon ekanliklarini doimo isbotlashadi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining texnik va amaliy sport turlari markazida kinologlar klubi tashkil qilingan bo'lib, bu yerda hozirda ko'plab itlar ro'yxatga olingan. Keyingi oy markazda dog cross musobaqasi bo'lib o'tadi. Unda mahoratli mutaxassislar o'zlarining itlari bilan ishtirok etishadi. Организована была площадка на фоне... Bizning jamoamizda ko'plab professional kinologlar faoliyat yuritishadi. Bizda ro'yxatga olingan itlar umumiy kurslarni o'zlashtirishganidan keyin ular mashg'ulotlarga kirishadi. Chunki itlar avvalo egalarini tushuna olishlari va buyruqlarni aniq bajarishlari kerak. Kinologlarimiz o'z itlari bilan muntazam ravishda musobaqalarda ishtirok etib kelishadi. Aksariyat hollarda g'oliblikni ham qo'lga kiritishadi. Navbatdagi musobaqa dog cross bo'lib, unda 2 yosh toifasida ishtirokchilar qatnashishadi. 18 yoshgacha bo'lgan qatnashchilar itlari bilan 500 metr masofada tezlikka bellashishsa, kattalar 1,5 kilometrda imkoniyatlarni sinab ko'rishadi. Bu klubimizga barcha xohlovchilarni taklif qilib qolamiz. Eslatib o'tamiz, mashg'ulotlarimiz asosan dam olish kunlari bo'lib o'tadi. Tasvirga olish jarayonida itlar turli xil vazifalarni bajarib, egalarni har bir harakati hamda buyruqlarini aniq va tez bajarishlariga guvoh bo'ldik. Bezori rolida Igor Mikata, tajribali mutaxassis, ko'plab malakali kinologlarni yetishtirgan ustoz. Bugun shogirdlarning yutuqlarini kuzatib quvonadi va yaqin kelajakda tashkil qilinadigan xalqaro musobaqalarda ularga omadlar tilaydi. Не каждый человек может завести собаку, это первое. Har qanday inson ham itlar bilan til topisha olmaydi. Ammo jonivorlarni sevib ularga bor muhabbatini ulashsa, tandem yaxshi natijalarga erishishi mumkin deb ayta olaman. Itlarni boshqarish oson emas. Buni uddalagan inson qobiliyatlidir. Chunki hozir kuzatgan ko'rgazmali mashqlaringiz 1-2 daqiqada bajarilgan bo'lsa-da, ularni mukammal darajaga yetkazish uchun kinologlar kamida yarim yil ishlashadi. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Bizning sohamiz sog'liq uchun ahamiyatli. Bilasizmi? Kinologlar juda kam kasal bo'lishadi. Chunki bizning immunitetimiz ancha baquvvat. Agarda siz ushbu sohaga qiziqayotgan bo'lsangiz, klubimizga tashrif buyuring. Hattoki o'z itingiz bo'lmasa ham. Mutaxassislarimiz to'g'ri tanlov qilishingizga yo'naltirib qo'yishadi. Biz ishlaydigan itlarning yoshi katta ahamiyatga ega. 1 yoshgacha bo'lgan jonivorlarni mukammal qilib o'rgatsa bo'ladi. Yoshidan oshganlar esa buyruqlarga o'rganishi ancha qiyin. Bir so'z bilan aytganda, kinologiya bu itlarni boshqarish san'ati desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz ularning tillarini osonlik bilan tushunamiz. Xohlovchilarni esa shu sohaga chorlab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashabbusi bilan yurtimizda kinolog mutaxassislarning xizmat ko'p-kurashi bo'yicha ochiq musobaqalar tashkil qilinadi. Nufuzli bellashuvlarda qo'shni davlat vakillari hamda mamlakatimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda faoliyat olib boruvchi yetakchi kinologlar o'zlariga biriktirilgan maxsus xizmat itlari bilan birgalikda shartlarni bajaradilar. Bu yilgi musobaqalarda mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining kinologlari ham ishtirok etish niyatida. O'tgan yil dekabr oyida Moskva shahrida bo'lib o'tgan xalqaro itlar ko'rgazmasida O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan borgan jamoa Jahon Kubogida 1-o'rinni qo'lga kiritishdi. Va albatta bunday natijalarimiz davomiy bo'ladi degan umiddaman. Shunday qilib sizda yoki farzandingizda 4 oyoqli vafodor do'stlarga mehr bo'lsa, kinologlar katta oilasiga qo'shilishingiz mumkin va ishoning, bu bilan dam olish kunlaringizni juda maroqli, qiziqarli va sog'lig'ingiz uchun juda foydali o'tishini ta'minlaysiz.